oq bo'lgan farzandni hatto qadr kechasida ham mana shuncha sanog'ini Alloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni bugun uzr ma'zur qiling. Ko'pchilik aytadiki, men deydi, ota-onamni deydi xafa qilmaganman deydi. Ota-onam menga qarab seni oq qildim demagan deb xursand bo'lamiz. Lekin ota-ona farzandiga qarab seni oq qildim deyishligi shart emas. Sizdan ranjib ko'zlariga tomchi yosh oldimi? Siz o'zingiz bilmagan holda oq bo'lgan farzandlar ro'yxatiga tushib qolaverasiz. Alloh saqlasin. Agar ota-onangiz sizdan ranjib yig'ladimi, siz ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz. Ota-onasini g'iybat qilgan ham bilmasdan ota-onani g'iybat qilib qo'yish mumkin, ayoliga kirib yomonlab qo'yish mumkin. Onam bundoq qildi, otam shu kunlarda uzr ma'zur qilib oling.